Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Videoni 1 minutga o'tkazmasdan mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizlar uchun darvoza olmoqchi bo'lganlar uchun chiroyli maslahat berib o'taman. Xudo xolasa, bizning stajimiz 16-17 yil stajimizga egamiz, xudo xolasa. Biz 15 yil, 16 yil oldin qilgan darvozalarimizdan zakonli xizmat qilyapti. Shunaqa toza darvozalarimizni oldin pechatlilar bo'lmagan qilib o'rnatganmiz. O'sha joylardan ham borsak, hattoki mana hozir mana shu darvoza yomg'irda turibdi, mana suv, yomg'ir. Meni darvozalari bir uxlab turib kraska sepsam ham o'tmaydi deb juda ko'p aytaman. Sababi mana yomg'ir, darvozalar hammasi eshikda turibdi. Yomg'ir, bittasini ustini ochib qo'yganman, bittasinikini yopib qo'yganman. Bitta ikkita kallasi katta aqllilar chiqdi. Pechat qo'yib sifat uchun gapirma deydi, bittasi chiqib o'lib, sifat bunaqa bo'ladimi? Tuda deydi. Voy chiqoq bilasan, qilgan darvoza shunaqa yomg'irda tursa, bir hafta 10 kunda shino zangi to'kilib ketadi. Ko'ryapman, zakaz o'lchagani boryapman. Polon brenddagi bola qilgan, Psimodon brenddagi qilgan deydi. Mana sifat ko'rib ol. Mana bu joylari sifatli darvozani mana bu yerlardan ko'rsa bo'ladi mana. Chiqoqlar biladi. Kecha o'lga chiqqansam bilan qillik qilib, sifat to'g'risida gapirma, pechat qo'yib, qarillama, polon qilib, Psimodon qilib. Chiqoq mana ish ko'rib ol. Mana lisli darvoza. Bitta joyda mana keramika bo'lgan darvozang ham shunchalik kerak bo'lsa, biliski bermayman. Mana shu ushlamaydi, ko'rib ol mana. Meni yo'nalishim kraska. Iminni sankel yoki neriga shirigin kiysin, haligi gapirtga yana bitta iminni mashqishi deb aytmay. O'zi tushunib oladi o'zi. Kiysin, libochasiga gaplashaman sen ikkalam bilan ham. Hovli bitta, hovlan ikkitan bitta bo'lib ket. Endi mana bu suv. Mana bu suv mana. Mana pechatga qo'yilib ko'p bo'lamaydi, bitta chiqoq chiqibdi videoda mana. Mana. Men darvozalarim zanglamadi. Bu zang emas mana. Har qanaqa yomg'ir, quyosh, qorga turib beradi xohlasa mana. Chiqib ko'rib ol, liboy mahal chiq, sheydaman, shonaman. 24 yetishlayman mana. Ko'rib ol mana. Ko'rib ol, chiqoqlar biladi. Chiqib olib bildir qilib, bitta pechat qo'yib, ko'p o'lama deysan, bitta chiqib olib, mana telefonni beriladi. Bitta chiqib olib, sifat shunaqa bo'ladi deysan, mana lisli deb pechat darvoza. Mana lisli. Liboyini pechatli darvoza qilasan, bitta yomg'irda zanglab ketadi biladi. Chiqib olib bilan internetga chiqib olib, tilim bor ekanini gapiraverasan mana. Agarda ishing sifat tomonlama to'tish, liboyi bilan to'tishaman mana. Ko'rib ol bilan. Ishga sifatiga, ishlatilgan materialga, kачествосiga mana yaqinlashtirib olamiz. Liboysiga javob mana. Mana bu loy, yana negativ bo'lmasa mana loy bu. Mana. Sifat ko'rib ol mana, sifat mana. Dabba bilan. Obunachilar xafa bo'lmaysizlar. Sababi biz ustamiz. Unaqa o'sha gap so'zga chidamaymiz biz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Aqliyatgani kelib, sifat bo'yicha ham, yomg'irda ham ishim turib beradi desam, tekitsa, sifat va u bu deydi. Kelib ko'rib ol. Mana bu ish sifatli, narx arzon, narx tomonidan ham sifat tomonidan ham tortishaman liboysi bilan. Sog' bo'linglar, charchamanglar.